يا بلاد التين بالمسك ترابك متحني وزهر الياسمين، شعبك على وعده مستني بكرة حنعود، نكسر القيود نرسم وطن ما له حدود. للعام الثالث على التوالي G'azo sektoridagi o'quvchilar ketma-ket 3-yil ta'lim markazlari yo'qligiga qaramay, chodirlarda o'qishlarini davom ettirishmoqda. بعد تدمير الاحتلال Bosqinchi kuchlar G'azodagi ko'plab maktab binolarini vayron qildi والبعض ما بقي منها va ulardan ba'zi sog'lom qolganlari esa bosqinchilar tomonidan uylari vayron qilingan qochqinlar uchun boshpana markaziga aylandi. G'azo aholisi davom etayotgan bu qiyinchiliklar va genosidga qaramay, ta'lim jarayonini saqlab qolmoqda. الإبادة الجماعية المتواصلة على القطاع. Saxovatli qo'llar xayriya tashkiloti esa G'azo ahliga xizmat qilish yo'lida barcha yo'nalishlarda faoliyat olib bormoqda. بابا جديدا وهو Bugun biz yangi yordam loyihasini boshladik. Bu o'quvchilar uchun zarur o'quv anjomlarini taqdim etish loyihasidir. هذه المستلزمات البسيطة التي كان يؤتى بها Bu oddiy o'quv qurollari avvallari arzon edi. Hozir juda qimmatlashib va bozorda topish qiyin bo'lib qolgan. لذا جمعية الأيدي الأذكياء Shu sababli Saxovatli qo'llar xayriya tashkiloti sifatida G'azodagi maktab o'quvchilari yonida turib, ular o'qishlarini davom ettirishlari uchun daftar, qalam va boshqa o'quv qurollarini ulashyapmiz. ويحافظ على G'azo xalqini qo'llab-quvvatlagan barcha insonlarga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Saxovatli qo'llar xayriya tashkiloti nomidan sizni G'azo va uning bolalari uchun tayanch va suyanchiq bo'lishga chaqirib qolamiz. سندا وعونا. لو هدموا بيوت شمس الحرية تدفينا، نتحدى الموت حلفين نرجع أراضينا مهما تدمرها، بكرة نعمرها وبعون الله لنحررها. فلسطين أرض السلام وأرض المرسلين، فلسطين يا روح الروح احنا مش ناسين، فلسطين طال فراق بكرة إلك راجعين، فلسطين عز وكرامة وشعب ما بيلين، فلسطين 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 يا حبيبة يا فلسطين.